Sabit әпәнди yaşlıq tuyg'ulariga taalluq əslimələr təsirindən şoxlaşıb qalğandək qılatdı. Mən onun bilan yaqinlik hosil qilish umidida. Ən qiziq yerga kelgan to'xtab oldingizg'u. Davom qilsangiz edi, dedim. Ammo u doimiy jiddiyligiga qaytgan holda. Ati davom qilamiz, dedi. Atisi emas, bir necha kundan keyin davom qilishga imkonimiz bo'ldi. Bu chaqda men yana uningga chaqchaq qilib baxdim. Bu xalichamni evog'icha bulbuldek sayrab ekansiz. To'ydan keyin ilhomingiz kelmay qolmagandi? Bilamsiz, dal shundoqroq savolni xalicham so'ragan edi, dedi u kulib turib va hikoyasini mana shu yerdan boshladi. Birisining tog' orqasidagi tuqqanlariga tava keng tasha ho'yli aramli qo'ru joyini ijaraga olib jabdug'andan keyin to'yimiz bo'ldi. Men bu to'ydan baxtlik bo'ldimmi? Siz bu haqda qanday qiyosda bo'lyapsiz? Sizcha men baxtiyorlikqa cho'milgandimanmi? Albatta, mening mastoniligim haqidagi bayonlarimdan keyin visolga erishib, nimishga baxtlik bo'lmaydi ekan deb o'ylaysiz. Bilamsiz, mening baxtning quchqida allaylanayapman deb o'ylaydigan ashu mezgillarim ichida bir jinoiy his qiynashga boshladi. Bu mening baxtimning mukammalligiga ko'rinarlik bir daz hosil qilgan g'alati tuyg'u edi. To'yimiz bo'lib, xalichamni yangi tutgan uyimga elib ketgan birinchi kuni visol kavsari ichib, deb aromimga kelganimdala mana shu tuyg'u menga hujum qilishga boshladi. Xalicham baxt quchqida allaylangandek yenik pushuldab uyquga ketganda, mening uyqum qochib, o'z-o'zimni so'roq qilishga boshladim. Mening sabdoshlarim haq yo'lida shahid bo'lgan edi. Yana mening nurg'un ustozlarim shahid bo'ldi. Keyin janglarda billa bo'lgan okopdoshlarim, qo'l ostimdagi navqiron jangchilar dunyoda tehi nima xovliq, nima baxt deganlarni tetishga ulgurmay o'lib ketgan edi. Ko'z oldimda qon ichida jon talishib, azobliq ingrab jini chiqqan bir muncha odamni o'z qo'lim bilan ko'mgan chog'larim bo'ldi. Ammo men yashayotdim. Tehi mana yangidan o'ylandim. Xili odam qo'l sunsa, qo'li yetmaydigan malikidan birini oldim. Men söygümni tügel atadım deb o'ylaydigan tunji ayolim, yoshliqimdagi tunji söygünümmi shahid bo'lgan edi. Ammo men yashayotdim. Tekrar o'ylanib, jahonning payzini surishga hapsilan bo'lgan, imkon va fursatim bo'lgan holda yashayotdim. Ashu shahidlarning ruhlari oldida men bir gunoh ish qilib qo'ygandek xijolat ilkida qilyotdim. Bu ochiqni yutish bilan visolning kayfini uchirgandek qildim. Ammo har qachon xalichamning go'zalliklaridan bahrilanib, baxtiyorlikning dengizida uzmoqchi bo'lganimdala mana shu his aralashib kelib, meni qiynashni to'xtatmadi. Ammo men hayot, o'lim haqida o'ylamagan chog'larimda qalbim suzilgandek bo'ladi. Ruhim yeniklaydi, visolning payzini suralaydim. Kechlari muallimlarga boshqa maslakchilarning aksicha o'zimizning musulmonlik ruhimizga uyg'un Qur'onning oyatlaridan misollar berish yo'li bilan ozodlikning qanchalik muhimligini tushuntirdim. Endi uyimiz keng tasha, uning ustiga suhbatimiz davomida xalicham choy damlab sunib turadi. U o'zimi bir chatda bizga ko'rinmaydigan rohiya shaklda o'ltirib, darsimizga ishtirok qiladi. Muallimlar to'ydan keyin burunqidek har oqshim kammas bo'lib oldi. Sababini so'ragan edim, xijil bo'ldi ekanmiz deyishdi. Balkim yangi oshiq ma'shuqlarning ko'ngillik oqshomlarini ishg'ol qilmayli deyish kerak. Ammo men ko'p qaytim qattiq xafa bo'lib yurib, faqat haftada 4 kun keladigan qila oldim. Jumadan boshlab dushanba oqshimigacha bizga oromlik berishni shart qildi. Ana shundoq juma yoki shanba oqshomlarining birida xalicham ikkimiz yolg'iz o'ltirganda xalicham bulbul visolga yetgandan keyin sayrmasmish. Bu rasmi? Dedi o'ziga xos xubsanlik bilan kulib. Ammo hammasi undaqmi emas? Dedim uning nima demoqchi ekanligini tushunib. Go'zallar o'z go'zalligi haqidagi madiyalarni anglashga hirisman bo'ladi. Hatto chiroyli bo'lmagan bir ayolg'imi siz bayt go'zalsiz degandek gaplarni qiladigan bo'lsangiz, rost o'ylab xushal bo'laveradi. Shundoq bo'lg'ashqa buni ayollarning o'rtoqligi desimi bo'ladi. Ammo bizning uydagisi jimib ketdi, dedi u yana shundoq yiqimliq ammo rad qilib bo'lmaydigan besim bilan. She'r degan g'o'ba, ammo sizga bagidek fursat bo'lmadi-ku, bilasiz.
dedim ve mana oqum. Dedim onunğa munu şe'rini sunup. Bolup hemrah senin birle seyir ettim xiyalımda. Çimende qoğlaşıp oynap sana yettim xiyalımda. Külüp tang sübhisi meşriq süzülgen çağ bolup ahir. Xeyir, söygen nigarım dep uzap kettim xiyalımda. Lekin bu ayrılış tildi yürek bağrımni çak etti. Çıdalmay bu judalıqqa piğan çektim xiyalımda. Eşip tağ ve davanladın uçup geldim bolup sumruq. Qılay dep ot yürekimni sana taktım xiyalımda. Turar ahu gözün çaqnap, çırayın xuddi nur aptap. Köründi köz nurundan dal mening baxtim xiyalımda. Tepekkur kökide kessem, seni yadımga keltürsem. Şerin esleşte çağ ötkey mening vaqtim xiyalımda. Baxtning tacisi sensen, seningsiz mensiz dünya. Sening vesling şoňa yarım, mening taxtim xiyalımda. Eger gül bolmasa, bulbul piğanlyk sayramas munça. Dedi ki dilbikar, vesling şuar ettim xiyalımda. Xumarınız besildi mu? Yenimo, dedim onun qaş teşidek eňekini kötürüp. Ätigiço, äti yeni toxtamdı. Gül echilip tursa, bulbul sayraştan toxtamaydı. Aramızda boluduğan çaqçaq ve oyunlarımızды mı tepsili eğitip berişimini sormaydıgansız. Bunisi eşip gite elbette. Siz degen yazgıçığı, o yakını tasavvur qıla alaysız. Şundaq, akşamları şunçilik köңüllik öttü ki, bugün bu yadımga alsamla özemni yaş bop qalgandek. Vücudumda tügümes bir ot, aşıqlarning içirqishini his qılaman. Şoğunisi, köңüllik akşamla mening kitaplardan alıdığan lezzetimni sel çeklep koydu. Vaqtimni xeli köp işgal qılıp aldı. Şundaq bolsunmu razı edim. Hayat degen şoğu, ba'zida undaq-mundaq işlar bopmu turdu. Aslida men Aqsuga Abduz Mahsum bilan ko'rishib kelgili baray deb o'ylayotqalim ekan. Ammo faqatli cho'lam tegmidi. Shu yili kuzda qo'sh avatdan bir guruh odam menga mehmonga keldi. Bu bir guruh er ayollar, hatto aralarida kichik bolalarmi bor edi. Yar harvılады kelgan bu ömek mening to'y qilganligimni anglab, yezi xalqiga vakil bo'lib ketdigan. Harvılarda qo'g'in tavuz va boshqa kuzning meva-chevaları sövet turib ketibdi. Ularni hoyliga boshladik. Ularmu hech tartinmasdan sahroliklar tuzlik bilan hoylini o'z vangchonglariga to'ldirdi. Men ularni bozorga kelgach, men yo'liqib o'tkili kepti deb qaptiman. Qarsam, harvidagi mevalarni tushirishga boshladi. Demismi ätisi bozor edi. Balkim ätigicha qo'yib tursa kerak deb o'yladim. Keyin ularning oqsoqli dediki, Sabit hakimga qo'sh avatliqlarning azroq ko'ngli. O'zimizning yerdan chiqqan usulimiz. Pulga ammidiq. Az bo'lsa-mu qabul qilsalar. To'yg'imi kelamabdiq. Hammasiga tavab qabul qilalar. Demasmi? Sizlar o'yindinglarmi nima? Biz ikki jon tursak, bularni qandoq yeb bo'la olamiz? Bu bizga 2 yil yetgudek narsa, ammo saqlig'i bo'lmaydi-da. Mundaq qilayli. Dedim, avval Xalichamga bir dasmu, savatmu bir narsa ochiq deb buyurib. Biz o'zimizga yetgudaklini olayli. Shundaq qilib, 2 dona qo'g'in ayirdim. Andin Xalicham ilib chiqqan dasqa savatlardagi mevalarning har turidan bir qo'sh changal elib, yeni savatlarning og'zini himlab etib, ular bilan talash tartish va takallublarning oyig'i chiqmishiga ko'zim yetkashga bir oz hokimlik talabbuzi bilan. Ha, mana bo'ldi. Bizga mushi yetidi. Qolganlarini ati bozorda setinglar. Ular setib pulini akilinglar deyotgandek ma'noda anglagandekmi qiladi. Ammo og'zini hanqiya etishib qarab qolishdi. Shundoq bo'lsin. Buncha ko'p mevani yeb bo'lolmay sestib qo'ysak isrof bo'ladi. Bilisizlar, isrof harom. Qani emsa, so'piq o'tinglar, usuli qichayli. Deb taklif qildim. Ular men deb ketib tirajabli turib oldi. Dangi ketimiz deyishdi. Ular bir hokimning uyida mehmon bo'lishni tasavvur qilolmaydi. Ammo men ularni yanada elib qoldim. Hozir havo shundoq yaxshi tursa, ho'ylida yotsa bo'laveradi. Peshayvonning supsimi kangri, qatorlashib yotsa 10 odam yota oladi. Bu voqeamu kuchada bir hikoyadan o'tib afsonaga aylanib ketdi.
Әтісі қаған барлық мейвелерni harvıga mecburi basqızıp, erkeklerini basağı yolga selivettim. Balalar ve ayallarni bizning uyda turib tursun deb elip qaldım. Baza qilib qaytqandan keyin ketishga taraddud qilishganda, ularning oqsoqli ko'zlariga yosh og'an holda. Ko'nglimizni qaytirdilar. Endi biz yurtdagilarga nima deymiz? dedi. Shundoq desangiz bo'ladi. Meyvelerni elib javoban bizgimi sovg'at berdi deb bozordan olgan narsalarni ko'rsatsanglar bo'ladi. Ko'nlardan kelayotgan odat shu-ku. Bar tavuqim, yon tavuqim. Unimg'o shundoq deymiz. Ammo sizlarni qo'sh avatga taklif qiladigan vazifamizmi bor edi. Shuningga bir javob berasizlar. Bu kuzning meyvelari to'kma bo'ladigan ma'murchilik basil. Bir o'ynab kelsizlar. Bo'ladi. Bir haftagacha vaqt chiqiray. dedim ularning qat'iyligiga qarab, rad qilishga bo'lmaydiganligiga ko'zim yetdi. Shundoq qilib, keyingi payshanba ishdan baldirroq qaytib, keshlab qo'sh avatga ketdik. Dushanba kunigacha ziyoratda bo'lishni niyat qilgan edik. Aslida bo'ytaq bo'lsa, muallimlardan bir qanchani elib olsam bo'ladi. Ammo Xalicham bo'g'ashqa apsiz edi. Shunga ikkimizli ketdik. Ziyoratimizni 3 kunda tez-tizgilladik. Qo'sh avatliqlarga qo'yib bersak, bir oydimi qo'yib bergudek emas edi. Mening ilgirki planimda Kuchaning yaqin atroflaridagi men uylarni ziyorat qilish muhim bir tur bo'lsa-mu, faqat vaqt chiqaramadim. Mana shundoq ko'ngillik va ko'ngilsizliklar bilan 1 yil tezla o'tib ketdi. Ko'ngillik deganim oila, muhabbat ishlarim, ma'rif sohasidagi xizmatlarim, Kucha xalqining sevgisini qozonganimni deyishga bo'ladi. Ko'ngilsizliklarim amaldorlar orasidagi husumat nizohlar, hammaga raqib bo'lib qolganim edi. Bu chaqda o'lkalik hukumatdimi o'zgarish bo'lgan edi. Jang Jijong ili tarafning qattiq qarshiligiga pisand qilmay, o'lka raisligini Mas'ud Sabiriga topshirgan edi. Bu ish bu yili 28-may kuni bo'ldi. Shundan keyin ili taraf bilan Kuomintang hukumati orasida surkilishlar, o'zaro ayblashlar yuqori o'rlashga boshlagan edi. Bu bizning nahiyamizdami aks etdi. Bu yerdagi Kuomintang amaldorlarimi beshamlashib qoldi. Kuz yaqinlashib qolgan kunlarda birining to'ydirmayli ulashtirgan bir bag'oqchisi qo'limga tegdi. Buni kimning akaygini bilmadim. Yanchuqimda paydo bo'lib qolgan edi. Bag'oqchida diqqat qiling, yana qish yaqinlashyotdi. Nihoyat ehtiyot qiling deyilgan edi. Bu tahdid emasdek qiladi. Do'stona ogohlantirishmidi? Xalichamga ko'rsatdim. Uning xabari yo'q ekan. Ammo ko'p o'tmayla 12 avgust Ahmadjon Qosimining G'o'ljiga qaytib kelganligi uqildi. Shundala bag'oqchining yaxshi odamlarning ogohlantirish ekanligini bildim. Demak, bu yerlarda Sharqiy Turkiston hukumatining istixborot xodimlari bor ekanda. Bu ogohlantirish menga boshqa turli ogoh berdi. Fursat g'animat, ko'proq ish qilib ol. Bu o'yimni Xalichamga aytdim. Qaraganda beshimizga saqan qushlar yetib kelish oldida turgandek. Shunga qilishga tegishli ishlarni tezroq qilish, vaqtni chang tutish kerak. Mening diqqatimning ishda bo'lishi hargizmi muhabbatimning suslab qolganligining alomati emas-chimi? Bilman. Xalicham bir turli ko'rilmagan mayisligi bilan javob berib edi, uningga ichim og'rib ketdi. Uni uzoq quchoqladim. Aşı süzük üzümdek lavlariga og'zimni yiqib, uningga tasalli bergandan keyin uning ko'nglini ko'tarish uchun. Bu mening yaqin yozganlarim, yuragimning urushlari buningdan anglashilib turdi. deb she'r yozilgan varaqni qo'liga tutqizdim. Bir Gülistonda go'yo sarxil echilgan g'unchisan. Yoki okean taktidan ko'kka sechilgan unchisan. Lavlaring yomg'ir suyi yo'g'on qizil gul beg'ubar. Sarvi der shoir bo'yingni sarvi qomat shunchisan. Talmurib baxtim sana qilg'ash dilimni mahliya. Bir qarab kulgin yana turma qapoqni munchisan. Bir Güliston payz bor o'sningda ay qiz ay pari. Baq manga bir demigin turqun g'alat majnunchisan. Ger muhabbat paykini bag'rimni chaq-chaq etmasa, dilpikar aytarmidi ishiq ahliga gulgunchisan. Zilva qaddingni ko'raman ko'z yumib qilsam xiyol,
Sen bilen söhbet kurup izdep cevap sorap sual. Neme ança uz yaralgan sarıv qamet pərisen, gersini körsi Sulayman mu yürelmez bimalal. Abirin Tanrıga bundaq mı karamet bahken? Seni bir köse kişi bolmaz niçük aşufte hal. Tanrı eylep tu ata hösnünge layık saçını mu? Saçını sen sırtmak kılıp kıldın kişiге köp oval. Közlerinde mün quyaş tepti, nur bar parlagan. Aşı otdin ot tutaşsa dılgıger, bar ne amal. Püttümü yaki Xuda cismingni ateştin senin. Bir qarab ot ilkide çektim pırak sahip cemal. Dilpikar taşlap nigah aldı çırayыңdın huzur. Bunçı zoqni seyledin, almaq asan mu ger misal. Şeir okuvatqıça Xaliçemge səp selip qarab durdum. O hiç zoqlangandek qılmaydı. O mening beşimge keladiganlarni ko'z oldiga keltirib shunda g'amga petvatamdigandu. Uning bunda g'amkinlikimi yana bir turli go'zallik hosil qiladiki, xuddi chuchuman lazzatdek zoq beradi. Ammo har ikkimizning bundaq o'yinchoqchaqlarga hapsilimiz qolmagan. Qandaqdir etib kelgusi bir vahimaning iskanjisida qolgan edik. Muallimlar bilan bo'ladigan ilmiy yig'ilishimizni o'xshamagan uylarda elib boradigan bo'ldik. Shunga hamdi har kuni degudek bo'ladi. Har kuni oqshimi men eshikdan chiqayotganda Xalicham ko'zlarida yoshli g'irlagan bir vaziyatda. Bugun nada? Deb so'rab qo'yadi. U mening kimning uyida ekanligimni bilib turishni xotinlik mas'uliyatim deb qarag'ashqa shundoq so'rayotidi deb o'ylab, uningga yig'ilish yerimizni samimiylik bilan pichirlaydim. Men kecha qorong'ulikqa singib ketganda, u ashu hang yerdek yo'g'on qo'ru joyimizni tanho qiladi. Uning uchun bu yolg'izlikning qanchalik qo'rqinchli bo'lishini tasavvur qilganimda, darhol keynimga inib, yugurgancha kelib, uni bag'rimga besib uzoq papiligim, erkiletgim keladi. Hatta ikkilinib yo'lning o'ttirsida turib qolgan, yanaymi, yanmaymi deb yetim qo'zlardek mo'ldirlab, keynimga o'rilib qolgan chaqlarimmi bo'lgan. Ammo keyin qat'iy niyatga kelib, maqsad tomon ketgan edim. Uningga bo'lgan so'ygimdan, uning yolg'izligi haqidagi tasavvurimni uning tilidan shundoq she'r to'qigan edim. Shodlik bizga quchoq ichib uchrashsaq, vaqt o'tar shuncha uchqur, shuncha tez. Mushu visal minutlari bo'p g'oyib, qalar dilda g'uva tushdak tutuq iz. Shunga doim billi bo'lsam sen bilan, ayrilishdan beshim qator qavatla. Misal uchun ayab taqdir inoyat, hijron uchun ayanmasken faqatla. Ketkiningda xayrlashib qishimdin, hardam meni qiynar unsiz bir yig'a. Bo'g'izimda turib qolar ovozim, yoshlarimmo iqib chiqmas teshig'a. Shu chaq ketar go'yo mening qishimdin, atrofdagi jimijonliq mavjudot. Ketar hatto yuragimning tingimi, hijron ichra chekar qalbim ah faryod. Bu tenholiq shuncha yo'chun, shuncha yot. Yo'qdir bundaq yolg'izlikning tangdishi. Men o'zimni sezman keng bir cho'lda. Bu cho'llikda yo'qdir o'zga hech kishi. Sayidashqa yo'qdir birer giyamu. Ya xarabi tamlar yoki tog' edir. Ya tamchi suv yoki yomg'ir ya bulut. Her yan baxsam hech narsa yo'q baribir. Tushimmi bu? Deyman ba'zan o'zimga. Uyg'onishga urinaman tipirlab. Ashu chaq kelsang eding qishimga va uyg'atsang meni tatliq qichiqlab. U bu she'rimni va qandaq hissiyotda buni yozganligim haqidagi izohatimni anglab, yiqimliq, ammo g'amkin kulimsirab. Sizning tasavvur kuchingizga qoyilman. Bu she'rni rostilla men yozgandek, dal mening sizni uzitib etib yolg'iz qolgandek hissiyotimning o'zi bo'pti, degan edi. Uzun o'tmayla kütülgen baxtsizlik mi keldi? Bu gün biz ehtiyat yüzüsüden muallimlarning uyida mı emas. Birining shahar atrofidagi yezida o'ltirishliq bir tog'asining uyida to'plangan edik. Men bu haqda mu Xalichamni xabardor qilganim aniq. Shu oqshimi bizni Gomindan askarlari shu hoylada bosdi. Urib dastlab qarshiliklarimizni sundurgandan keyin so'rashtirib turmaga elib keldi.
Başqa muallimlarning nima bo'lganini bilmayman. Meni ayrim qamidi. Ammo bu jasoratimni sundirish, buxodan chiqib olish uchun o'lgudek dumbalashlardan keyin bo'ldi. Aytib o'tgunimdek, kuchada xalqning sevgisini qozonganim bilan barliq amaldorlarning nafratini qozongan, o'chmanligini qozongan edim. Helimu yaxshi, ular shu achchiqlarini bir yo'li chiqarib olish uchun o'ltirib etmabdi. Balkim bu chaqda mening yegan tayiqimga hech kim tirik qolmasdi. Ammo men ta'tir ustixon qattiq so'ngak bo'lib qopti ekanman. Shunga bu tayoqni ko'tarib yana hayot qolsam kerak. Texmi to'g'risi ajlim to'shmagan bo'lsa kerak. Amaldorlar mening tayoq dumba dastidan titilib ketgan ustiveshim bilan yiqilayli deb qolgan holatimdan huzurlanib, ilgirki o'shlarini chiqarib olish uchun saqchixonaga kelib menga muloqot bo'lishdi. Texi tunigulli xushomatdan yumilib ketgan put ko'zlaridan bugun zahar chachatdi. Ularning milliy kulturida, psixikasida aslidan bor bo'lgan sadistlik alohidligi. Sadist boshqalarning azobidan xushallik topadigan, boshqalarning azoblanayotganligini ko'rib huzurlanganlar. Abdurdan. Fursatni topqashqa oshkor gavdalanmoqda edi. Rasa o'ltiravet! deb vaqirishadi tomosha ko'rib turgan amaldorlar. Bu yerda so'roqmi bo'lmaydi. Boshqalarga shundaqmi, menga shundaqmi bunisini bilmadim. Chunki men yolg'iz qamalgan edim. Hech kim bilan ko'rishtirmadi. Mening vaqirashlarimga, ayolim bilan ko'rishish talabimga pisand qilg'uchi bo'lmadi. Xalijam bilan bir ko'rishsam, uningga topilaydiganlarim bor emasmi? Bir necha kundan keyin meni Urumchiga yo'lladi. Xalijam bilan oxiri ko'rishamedim.